Assalomu alaykum akalar. Xo'p, Tracker 10X'larga gaz ustanovka qilish uchun lifehack o'rgatamiz. Именно sirdaryolik ustalar uchun bu video. Xo'p, bunga noto'g'ri ustanovka qilgan birinchi aybi suvni pechkadan olganlik. Turbinani usti bu yoqda 1 metrdan 2 metrdan suv aylanib kelyapti. Ikkinchi aybi mashina sirtib yuryapti. Toshkentda juda ko'p ustalar ko'rgan. Xullas mashina yaxshi tortmayapti. Shlankani ham Xitoy shlanka qo'ygan. Doktor mana bu holatga yetib kelyapti. Shlankani yaxshi qo'ysa bu holat bo'lmaydi. Svichani ham yomonini qo'ygan. Svichasini hozir almashtirib berdik. Mana kuzlargacha propan oqib ketgan. Hozir buni xudo xolasa ham yo'g'ini zo'r qilib mashina 37 ming yurgan. Yevropa gazdan umidi uzilib ketgan ekan bu akani. Hozir umidini plyus qilib ulab beramiz, xudo xolasa.